Agarda siz soliq huquqbuzarligini sodir etganlik uchun moliyaviy sanksiyaga, ya'ni jarimaga tortilgan bo'lsangiz, ushbu jarimani to'lashga shoshilmang. Demak, diqqat qilamiz, hurmatli obunachilar. Siz soliq huquqbuzarligini sodir etganlik uchun moliyaviy sanksiya sifatida jarimaga tortildingiz. Ushbu holatda sizga nisbatan chiqarilgan moliyaviy sanksiya Soliq kodeksining 158, 159, 165 va 166-moddalariga amal qilingan holda chiqarilgan yoki yo'qligini albatta tekshirib ko'ring. Agarda ushbu moddalarga amal qilinmasdan sizga nisbatan moliyaviy sanksiya chiqarilgan bo'lsa, misol uchun sizga nisbatan chiqarilgan moliyaviy sanksiya sizning ishtirokingizda dalolatnoma tuzilmasdan yoki ushbu dalolatnomaga siz imzo qo'ymasdan chiqarilgan bo'lsa, ushbu moliyaviy sanksiyani yuqori turuvchi organ yoki sud tartibida bekor qilish mumkin. Shunday ekan, hurmatli tadbirkorlar, agarda siz xuddi shunday holatga tushib qolsangiz, albatta malakali advokat bilan maslahat qiling. Agarda sizga ushbu masalada yuridik yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.